Üç padişahlık, zaman halkıgan muşavvir. Mazkur tor romani Üllər Studiyasi tarafidan tarjima qilindi va ovozli qilib ishlandi. Asar mazmuni to'qilma bo'lib, hech qanday xurofotlikni qo'llamaydi. Ko'chirib tarqatganlarning qonuniy javobgarligi surishti qilinadi. Amgikimizga hurmat qiling. 6-bob. Tianmo'ning keyingi tadbiri. Ağa, o yoqqa bu yoqqa menib harmadingizmi? Yuvashlik bilan o'tirsangiz umamda. Tianmo o'zi loyihalagan o'rindiqda jimjit o'ltirgan bo'lib, nihoyatda huzurlanayotgandek qiladi. Bir chetda turgan Tianvey qiziq qozondagi cho'milidek xotirjamsiz bo'lib, kichik uyda u yoqdan bu yoqqa menib yuradi. Inem, men yana sal ansirayapman. Tianvey Tianmo'ning oldida zo'ngziyib o'ltirib, chiroyini purishtirib turib mundoq dedi. Begim nemishqa hech qaytib kelmaydi. Bira o'zgarish bo'lganmidi, ha? Men u gapining oyig'ini demedi. Ammo Tianmo uning oldingi saptiki urush o'ngishlik bo'lmay, sav-sav qaytib kelgandan keyin Tianmo'ni jazolashidan ansirayotganini bilatdi. Tianmo endi bir necha eg'iz nasihat qilay deb turishiga, uyning ishki gum qilgan ovoz bilan tang kuchab ishtirilib, yo'l bo'yi yugurganligidan tarlab ketgan sav-sav kirib keldi. Uning o'rindiqda o'ltirgan Tianmo'ga qaragandagi chiroyida hech qanday ifoda yo'q edi. Tianvey sav-savning bu holatini ko'rib, ko'nglida Begimbek xafa bo'lgandek qiladi. Agar Begim cho'qim enimning gunohini surishtirmoqchi bo'lsa, mening kallamni olsin, qandoqli bo'lmasin cho'qim enimni qo'g'dayman deb o'yladi. Sav-sav Tianmo'ga birdam qarab atgandan keyin bir qadamdan uning oldiga keldi. Begim, hali xatni men yozgan. Oqshomgi tadbirnimi men o'ylab Tianveyning gapi tugamay turib, sav-sav Tianmo'ni quchoqlab mundoq dedi. Zici, haqiqatan talant egizkansiz. Lüybo'ning lashkarlari sizning degininiz bilan o'pma o'xshash chiqdi. Hech qanday farqi yo'qkan. Bu jangda Saurinning qo'shini Dongjay kentini o'ngishlik egilgandan keyin 2000 dan ortiq dushmanni o'ltirib, 3000 dan ochliq va o't-cho'pni o'lja oldi. Chishanteg'i etkida qo'shinimiz Lüybo'ni qattiq tarmar qilib 3000 dushmanni yo'qotdi. 1500 dushmanni asirga elib, 4000 ga yaqin jang etini o'lja oldi. Bu qitimqi jangda Lüybo ig'ir zarba yedi. Gerçi Tianmo bu jangda sav-savning cho'qim g'alaba qiladiganligiga ishonchisi bor bo'lsa-mu, lekin sav-savning hayajonlanganligidan kichik boladek bo'lib qolishini o'ylabmi baxmagan edi. Sav-savning yuzlaridagi soqol buruklari Tianmo'ning yuziga surkilib, uning yuzini og'ritib etdi. Bir chetda turgan Tianveymi bir hoza hangniqib turgandan keyin darhol kulib turib mundoq dedi. Begim, desam ishonmasligingiz mumkin. Men Lüybo'ning mag'lub bo'ladiganligini burunli bilgan. Enimning tadbiri bilan kichikgina Lüybo taqobil turish nihoyatda oson ish. Tianmo Tianveyning gapini anglagandan keyin ko'nglida atigan meni ip qochmoqchi bo'lgan og'am siz shumi? Haqiqatan artist bo'lish talantingiz bor ekan deb o'yladi. Sav-sav xushalligidan qiyin-qiyiniga patmay qolgan bo'lib, u Tianmo'ning quchoqliginicha necha qitim aylantirgandan keyin ko'zi qiymagan holda Tianmo'ni qo'yib berib, uning mo'risiga qattiq urib mundoq dedi. Zoji, meni qutqizib oldingiz. Rahmat sizga. Begimning bu gapi sal eg'ir ketdi. Tianmo'ning cho'g'i kichik bo'lg'achqa, sav-savning kuchab silkishidan nafas ololmay qolganligini bildirgandan keyin mundoq dedi. Bularning hammasi ko'pchilikning to'pisi. Men faqat og'zimni midiriltib qo'ydim xolos. Sav-sav ko'nglida Tianmo'ni borgan seri yoqtirib qoldi. Qaragan seri detimga yoqdi. Uning yaxshi tadbiri bor bo'lsa-mu, ammo o'zini cho'ng tutmaydi ekan. O'z qo'shinimda bundaq talant egisining yoshiringanligiga ishongim kelmayotidi deb o'yladi.
Sav yoqsini qiqivatgandan keyin ikki qo'lini orqasiga qilib mundoq dedi. Ziji, qani danga. Qandoq martabaga erishdingiz ba? Men cho'qim murodingizga yetkazaman. Sav, oshu xat ham tunugun kashdiki jang bilan Dianmoning qo'shindagi har qandoq amal mansabga loyiq ekanligini belirtdi. Janoblarga ma'lum bo'lg'ay. Lüboni o'zil kesil mag'lub qilgandan keyin andin deyshayli. Sav Dianmoning bundoq kamtar holatini ko'rgandan keyin ko'ngli larziga kelib, mening qandoq fazilatim bilan ham qobiliyatlik, ham axloqliq maslahatchiga ega bo'lgandiman deb o'yladi. Ma'qul. Amisi men bilan billa tabriklash ziyofatiga bering. Men cho'qim ko'pchilikka bu cho'ng g'albining qandoq qilib qo'liga kelganligini bildirib qo'yishim kerak. U shundoq degunicha Dianmoning qo'lini tortib sirtqa qarab mangdi. Begim, yana deydigan gapim bor. Ha? Yana nima gap bor? Sav qadimini to'xtatib uningga qaradi. Bu qitimqi tabriklash ziyofatida sarkarda lashkarlar kang kushadi g'izolansa bo'ladi. Lekin may ichishga bo'lmaydi. Bu nima uchun? Sav Dianmoning bu ishga astoydil muomala qilayotganligini ko'rib, ixtiyorsiz uni o'ltirishga taklif qildi. O'zimi bir kichik o'rindiqni ilib, uning oldida o'ltirdi. Dianmo ulug' kichiktinib qo'ygandan keyin mundoq dedi. Agar lashkarlar mas bo'lib qolganda, Lübo ushtum tut hujum qilsa, qanday qilamiz? Nima? Lübo ushtum tut hujum qilmoqchimi? Sav qo'rqqanidan kichik o'rindiqdan sakrab turib ketdi. Lekin Dianmo kulib turib, beshini choyqig'inicha mundoq dedi. Gapning ochiqini aytganda, sarkarda bo'g'ichi barliq imkoniyatlarni qiyos qilib beqish kerak. Janoblari, tasavvur qilib beqing. Oqshom Dongjay kentiga ushtum tut hujum qilish, dushmanning bexud qilish ideyasidan foydalanish emasmi? Savning chiroyidan men tushandim degan chiroy ifodasi chiqdi. Dianmoning deganidek urush uzil kesil oyoqlashmay turib, qilchi beparvolik qilishga bo'lmaydi. U ko'nglida Zijining hozirgi yeshida bundoq aql farosatga ega bo'lishini o'ylabmi boqmabdimi? Tunugun kashdiki jangda agar u biz tarafda emas, Dongjay kenti tarafda bo'lgan bo'lsa, men qandoq yengilib qolganimni bilmaydim deb o'yladi. Dianmo Savning hayronligiga pisand qilmay, so'zini davomlashtirib mundoq dedi. Bu jangda qo'shinimiz zo'r g'alabaga erishgan bo'lsa-mu, lekin Lüboga ajallik zarba bermadi. Lübo shuncha ziyon tatdi. Uning oldirongi mijoziga asosan eng kechikkandimi o'gillikka, eng tez bo'lgandimi ata cho'qim lashkar tatib keladi. Shunga har vaqt hushyor bo'lishimiz kerak. Bu chog'da bargohdagi hamma odam bu cho'ng g'albi uchun tantana qilyotdi. Azaldan tamkin, solmoq bo'lib kelgan shunyumu bir oz o'zini yo'qotdi. Hatto Sav o'zimi mushundoq edi. Ammo uning ko'z oldidagi bu o'smir boshdan oxir plan tuzguchi turibmi, qilchi mag'rurlanmaylik qolmasdan, balki boldurla keyingi jangga tayyorlik qilgan edi. Shunga Sav uni haqiqatan bir talant egizgan deb o'yladi. Zijining degini to'g'ri. Sav bir oz o'ylangandan keyin mundoq dedi. Amaliyotda Lüboning Shilian qo'shini garchi botir bo'lsa-mu, lekin yengilmas emas. Meni haqiqiy andishiga solg'ini yanada Lüboning o'zi. Bu nuqtani Dianmo tushunatdi. Bu davrda ikki qo'shin tirkishib qolsa, osonla sarkardalar birma-bir elishadigan ahvol kelib chiqadi. Bo'libmi ikki qo'shinning kuchi tang kelgan ahvolda sarkardalarning urushishi o'zining jangovorligini urg'utib, qarshi tarafning jangovorligiga zarba berishdiki eng o'nimlik vosita edi. Ayni yili 18 bag Dongchin shohga qarshi turganda Xoshung sap oldida jang e'lon qilgan. Lübo o'tang oldida jor solgan. Bularning hammasi mushundaq ahvol edi. Shuning uchun Sav Guanyu bilan Zhao Yunga qarab uxsinib, agar bu sarkardalarga erishsam, 100 ming lashkar ustidan g'olib kelalayman degan edi. Hozirgi masala shuki, Sav qo'shinida Lübo bilan jang qila oladigan bir sarkarda yo'q bo'lib,
Shijudin Puyangga kelgan tunji jangda mag'lub bo'lishimi ikki qo'shin bir-biri bilan ilishqanda sarkarda yengilib qolgan edi. Shu chaqda Zangba bilan Lojin sarkarda bo'lgan bo'lib, Shahudin yordamchi qilmoqchi bo'lgan Zhang Liao tarafidan to'sib ilingan edi. Ikki taraf qattiq urushayotganda Lübu tuyuqsiz etilib chiqib, ikki martamdala Lojin bilan Shahudinni urib qochirib etdi. Buni ko'rgan Shiliang lashkarlari hayajonlanib, hujumga o'tkashga Sao qo'shini butun sap bo'yicha mag'lub bo'ldi. Mening bir tadbirim bor. Balkim Lübuni mag'lub qila olishim mumkin. Beshi qaytayotgan Sao-Saoning ko'z qarchiqi birdilla yiqildi. Tunogin kecha Dongjay kentiga tuyuqsiz hujum qilganda, yanmo cho'qim g'alaba qilamiz degan edi. Lekin bu qitim deyilgini mag'lub bo'lish bo'ldi. Bir mahal cho'ng g'alaba qilgan taqdirdimi, Lübuning qo'lida yanada 30 mingga yaqin qo'shin bor bo'lib, lashkari kuch o'zining kuchi bilan qilishmaydigan bo'lg'achqa, Sao buni qandoqmi bejirgili bo'lsin deb o'yladi. U nafsini to'xtatib mundaq dedi: "Suji, ta'lim bagayla", deganmi, tamtirmay tushuntirib mundaq dedi: Ikki ish, navbatdagi jiddiy ish. Birinchi, siz bugun kecha 3000 otliq lashkar bilan tun qorong'usidan foydalanib, kent sirtidagi kichik o'rmonlikda buyruq kuting. Sarkardalar do'ilg'i tushib, yengilishni ayirish tas bo'lganda, fursatdan foydalanib, Lübuning orqa qo'shiniga ushtum tut hujum qiling. Ikkinchisi, bu xatni Puyang baliqidagi katta boy Tian jamiyatiga yetkazib bering. Bu ikki ish bitsa, Lübu bu jangda muqarrar mag'lub bo'ladi. deganmi, burulla tayyorlab qo'ygan bambuk putukni Sao-Sao'ga topshirib berdi. Sao buningdan hayron qilib, og'zini yumolmay qoldi. Sao u hatto xatni yezib bo'pti. Qarg'anda Ziji tunogin kecha lashkar chiqarishdan burulla bu barliq o'rinlashtirishlarni tayyorlab bo'lgan. Yo'q, hatto uningdanmi boldir. Eliqi oldin aytilgan 3 tadbir o'tirg'i chiqqanda, u bugungi ishni o'ylab bo'lganmidi deb o'yladi. Sao tunji qitim inchga o'ylangandan keyin bir xil qo'rqish tuyg'usi paydo bo'ldi.